Bismillah, assalomu alaykum. Yangi obyektimiz Bo'g'ilisi. Yangi Qo'rg'onda obyekt boshlashgan Bo'g'ilisi. Uyda egalari o'zi urishyapti ekan. $1300 ta zakaz qilishgan. Toshyapmiz Bo'g'ilisi. 3 qatariga mana bunaqa plastmassa armatura qo'yib ketyapti ekan. Shunaqa qilib ketishyapti ekan. Lekin gap yo'q aka. Ishlariga bloklarimiz. Bloklarimiz 600 marka gazoblok. Bittasi 25-26 kilo chiqadi qurusi. Qo'yib. Shunaqa ketishyapti ekan mana. Ya bu nechta xona bor bilmayman. Mansarda bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Deb o'rtada hol deydimi? Shunaqasi. Pastda 5 ta xona, tepada 4 ta xona bo'lsa kerak menimcha. 9 xona, 10 xona uchishyapti ekan. Gap yo'q ekan. Hozir akalar obed qilishyapti. Olib keldik. Endi obed qilib tushirish bo'lsa bo'ldi.